Assalomu alaykum. Biz bilgan va bilmagan tarix loyihasi davom etadi. Bugun siz bilan inson qo'li bilan qurilgan eng hayratlanarli dunyoning 3 g'aroyib qurilish haqida gaplashamiz. Rim Kolizeyi, Angkor Wat va Oq saroy. Rim imperiyasining eng mashhur ramzi Kolizey milodiy 80-yilda ochilgan. U 50 mingdan ortiq tomoshabinni sig'dira olgan. Bu yerda gladiator janglari, hayvon ovlari va hatto sun'iy dengiz jangi ham o'tkazilgan. Eng hayratlanarlisi shundaki, Kolizey ostida murakkab tunnellar va lift tizimi bo'lgan. Ularning yordamida jangchilar va hayvonlar to'satdan maydonga olib chiqilgan. Garchi qariyb 2000 yil o'tgan bo'lsa-da, Kolizey hanuz Rimning faxri bo'lib turibdi. Angkor Wat dunyodagi eng katta diniy ibodatxona. 12-asrda qurilgan bu majmua 162 gektar hududni egallaydi. Ya'ni Parijdagi Luvr muzeyidan 3 baravar katta. Eng qiziq tomoni, bu ibodatxona butunlay sharqqa emas, balki g'arbga qaragan. Olimlar buning sirrini hali hanuz to'liq tushuntira olishmaydi. Devorlarida esa minglab haykallar va 800 metrlik bas relyeflar mavjud bo'lib, ular Hind eposlari voqealarini hikoya qiladi. Temuriylar davridagi eng ulug' inshootlardan biri Shahrisabzdagi Oq saroydir. Amir Temur uni 1380-yilda qurdirishni boshlagan. Saroyning kirish darvozasi 38 metr balandlikda bo'lib, zamonaviy 12 qavatli binoga teng. Darvoza ustidagi yozuvda: "Agar bizning qudratimizga shubha qilsang, biz qurdirgan binolarga boq" deb bitilgan. Afsuski, Oq saroyning faqat ayrim qismlari saqlanib qolgan. Ammo u Temuriylar qudratini ko'rsatib turuvchi eng yodda qolarli obidalardan biridir. Xulosa qiladigan bo'lsak, Kolizey Rimning qudratini, Angkor Wat qadimiy sharqning ruhini, Oq saroy esa Temuriylarning shon-shuhratini namoyon etadi. Siz qaysi birini ko'rishni xohlagan bo'lardingiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.